quruvchimiz rahbari Sharofiddin Arslonovich. Sharofiddin Arslonovich Qo'rg'on mahallada raisman. Bu endi hozirgi kunda bu uyimiz necha qavatdan iborat bo'lyapti? 12 qavatdan iborat. Nasib bo'lsa hozir mana 11da bitkizdik. Bir etaj qoldi, xudo xolisa. Yil oxiriga yakunlaymiz uni tikka qilib. Mart oylarida polni yakunlab odamlarga topshiramiz. Bunda endi baribir aholimizga ham qandaydir yengilliklar qilish anoyiz bo'ladi-ku baribir. Zamonaviy kачественный uylar. Qolaversa bu yerda mana 52 ta domda mo'ljallab turibmiz. Jami почти 500 million dollarlik proyekt bu yerda, proyektimiz. Mahallada endi 52 ta domni baribir Полностью yangi quriladi. Grand kapitalni o'zi quradi. Ha, обязательно Grand kapitalni o'zi quradi. 52 ta dom, xudo xolasa, xalqimizga mana shunday yangi uylarni topshirib, vaholanki ular bir so'm pul berishmaydi, joyiga joy domni yangi domdan taqdim qilyapmiz. Endi baribir 60 yil bo'lgan desak ham adashmaymiz shu uylarda. Endi o'zlaringiz ham ko'ryapsizlar. Mana kommunikatsiya, kanalizatsiya masalasi, kommunal masalalar o'zi ko'ryapsizlar, problema bo'lyapti. Kabellar eski, turbalar уже eskirib qolgan. Pastdagi hujjatlarga e'tibor qaratinglar. Hamma hujjatlar mavjud, tashlangan. To'liq noqonuniy uy qurilishi ko'rsatib qo'yilgan.